Oldum araba bo'lmaganda pasayni uyda yotaydimda bir yerda og'riq kuchli bo'laydi, baqirib, shu nima qilib yotaydim. Araba kelgandan beri tashqariga chiqaman, bunda bitta arabada aylanib, shu odamlar o'tirgan bo'lsa, odamlarning oldiga boraman. Hangama qilib o'tiradi, o'shalarning oldiga borib, odamlar bilan o'tirganda og'riq kamayadi, bilinmaydi-da. So'ng markazga mana bunday tovuqxona qurib berib, ijtimoiy xodim kelib xabar olib turibdi. Avvalgidan ahvolim o'zgargan, avvalgidan. Mana tovuqqa don beraman, o'shalar bilan ancha vaqt o'tib oldinga yaxshi bo'ldi-da. Ijtimoiy himoya milliy agentligi yordami bilan borib keldim Toshkentga. O'sha yerda yotib ham 10 kun davolanib keldim. Qizimni ham shamollar chiqdi buyragida. Keyin mana o'zimning sharoitim yo'q edi. O'shanga ijtimoiy xodimga murojaat qildim. Yordam qilib pul ajratib, mumkin nima davolanib chiqdi. Hurmatli prezidentimizga kattakon rahmat. Mana bizlarga shuncha sharoit qilib, masalan, ijtimoiy himoya milliy agentligini tashkil qildilar. Masalan, kelib bizlardan xabar olib turibdilar. Avvalambor bunda boshida prezidentimiz turibdi. Prezidentimizga mingdan ming rahmatlar bo'lsin.